Ana URL'lar. CSS ichida ishlayveradi. Ha. Xo'p, mana qaraylik-da. O'tgan safar muammo bo'ldi. Biz uladik, lekin nima bo'ldi? Ishlamadi jarayoni. Lekin hozir ko'rib turibmiz, hamma nima ulangan holatda maket ishlayapti mana shu ko'rinishda. Endi e'tibor beraylik, shu xatolik bo'lib qolyaptimi agar Explorer'dan boshqa nimalar? Explorer, Opera. ko'raman. Mana bu yerda Ctrl Shift G qilsak, uni konsolda ham xatoliklarni shuni chiqarib beryapti. Logo PNG'ni topolmayapti mana. Mana bu rasmlarni nima qila olmayapti? Topib bera olmayapti. Yoki mana bu yerda networkga kirib turib, Ctrl R bossa bitta qayta yuklab beradi o'sha sahifani. Va mana shu yerda xatoliklarni ko'rsak bo'laveradi. Mana bu ko'rinishda xatoliklar chiqyapti. Rasmlar topolmagandan keyin bularni topib endi ulash kerak bo'ladi. Biz shunday tashlab o'tib keta olmaymiz bularni. Faqat nimalar? Rasmlar ketyapti ulanmagan. Demak, bularni ulab qo'yish kerak bo'ladi jarayon. Hop, konsolda umumiy xatolik 14 ta xatolikni chiqarib beryapti menda. Hop, endi amaliyot ichiga o'tamiz. Index ochib olyapman. Endi view ni ichidagi, layout ni ichidagi index hamda model ichidagi index. Yana qaysi dedingizki? Web ichida. Buni ichida ham nimalar bormi ekan? URL'lar bormi ekan? Ana GIF o'chirib tashladiga buni. Shart emas bu. Bu shart bo'lmaganidan keyin uni positionlari ham shart emas. Color ham shart emas. Mana o'zi qoladi. Xo'p, shuni nimasi bilan tashlayveraylik? Layout index. Va o'zi ketib olib tashlangan ekan hammasi. Stilga o'tib. Ana undan oldingi nimani ko'rib olaylik. Bu klassni nima qildim men? O'chirib yubordim. Demak, bu ham kerak emas bizga. Muammo yo'q, ishlayapti. Endi mana bu yerda shu muammo bo'lib qo'yayotgan fayllarimiz bor. Mana bular aytilyapti. Shuni ichiga web papkani ichida, image ichida shu background 2.jpg Hozir bu bitta chiqib olganda CSS ga chiqyaptimi yo web papkaga chiqyaptimi? Web ichida yo'q, konsolga chiqyapti. bitta turibdi. Hozir ko'ramiz. Agar bu holat ishlamaydigan bo'lsa, nima qilib qo'ya qolamiz? Papka chiqib qo'ya qolaman. Thank you. Yo'q, bundamas. SQL. Tashlab ko'ramiz. Web ichida, images ichida header logo png deyapti. Xo'p, web ichiga o'taylik.
Mana qara. Ishlayapti bular. Nega mana bu yerdagilar ishlamayapti-da? Nimani o'zida u lozim. Nimaga qaranglar? Nimada? Index o'zida. Hop, modul ichida layout ichidagi index hop. Nimada berilganligi? Rasta style qilib berib ketgan ekan. Background image. Mana uni bor-ku. Qaytaraman jarayonni, hammasini. Buniki bunda xatolik yo'q-da, hozircha. Mana bu holada turibdi. Hop, endi layout o'tyapman-da. Qayerda joylashgan ekan aynan shu hozir? Shuni o'zida stil qilib berib ketishgan ekan. Mana hop. Com degan nimani oldida? Class com. Qatorini. Umumiy nimadan kelyapti? Ha? Ler. Mana bulardan o'tib olamiz endi. Qo'lda olgan hammasi. Qo'lda olgan. Fonlar, menyular ketyapti. Bundan keyin yana menyu va menyulardan pastda joylashyapti. Dollar. Siz qayerda joylashyapti dollar? Home icon box ichidagi. Hop, find qilaylik. Class home İşlemeyelim. Yapalım. Ha. İkona span gibi yapayım bu. Ana bunda mı ki? Şunu da şekilde. Ha. Hop, qaranglar-da. Mana ikkitadan o'tib ketib qolibdi-da bu. Ha? Bu ikkitadan ketib qolibdi mana. Hammasi shunaqa ketibdi. Bitta oldimda. Bo'shga tenglab qo'yaman. Replace all. Mana endi boshlang'ich holatga qaytib qoldi-da bular. Mana bari. Nima qilamiz endi? Search bitta olib turib, xuddi shuni tashlayman-da. Nima deyman? Nima edi? Dollar copy 5 buraya va deft ichida mana bu holatda yozib qo'ying. Ichida berilmasmi? Yo, o'zi avtomatik qo'yuvdik biz. Ichida degan ma'lumotda bo'ldi. Endi ko'radigan bo'lsak, bitta xatolik yo'q, bular ishladi mana. Endi 12 ta xatolik chiqyapti. Yana muammolar bor demak. Raqamlar
Bu ham amaliyot imaging ketdilar. Nima bo'lib ketdi? Hozir shu ko'rganlaringizni ayt, amaliyot imaging ketdi, kam bo'lib qoldi. Daryoda xatolik ko'ryapsiz. Amaliyot, web qolib ketib qolibdi-da. Mana bu yerda base URL webda ichida image. Shundan 4 ta mana shuni olaman. Shu yergacha. Va bularga ham nima qo'yaman? Kopiya qilib qo'yaman. Bitta, ikkita. Yaxshi ko'rinmayapti. Yaxshi ko'rinmayapti. Mana bu holatda web ichida image, ikonkalar bo'ldi bular. 4 png. Mana bu yerda ham bitta. Mana. Uja xatoliklar bular. 12 ta xatolik bormikan? Holat. Bu ko'rsatib turadi ayting. Mana bu holatda. Xatolik bo'lsa tagiga chizib qo'yadi qizizi. Ko'ring. Bu Ikkitani to'g'rilamayapti. header logo png. Menda boshqa. Qaragan nima shu ham? Просто ko'niladi demak. Qaytdikmi endi? Tiyadaydi. Header logo png. Menimcha bu narsa mana unda bir nechta qo'yib tashlashgan ekan mana. U metodlarda yo'q. Bu yerda to'liq hammasi. Layout indeksiga o'tamiz. Bosh oynaga o'tyapman-da. Qayerda ketyapman? Demak. Header logo header logo png. Amaliyot bo'lib image bo'lib ketib qoldi. Mana Futur'damikan? 1294 agar xato bo'lsa. Section mana buni olaylik. Ha? Shundan poyez beramiz. Mana. Xatolik bilan ishlashni ham shu yerda o'rganib ketgan ma'qulroq. Demak, web ichida, base ichida, URL ichida mana bu holatda. Va endi xatolik yo'q, mana. Xatolik yo'q. Muammo ham yo'q. Xo'p, yo'llari ishlayapti. Har bir jarayon nima bo'ldi? To'liqlandi. Loyiha to'liq PHP ga o'tildi. Mana shu holatda. Endi bu yog'iga nimalar qolyapti? Sahifalarni mana shuni ta'minlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bugun shu sahifalar bilan ishlaymiz, keyin email bilan ishlashni o'rganamiz. Keyingi darsga eshitaksiz yozishni o'rgatib qo'yaman, undan keyin bazadan maqtashni o'rganamiz. Xo'p, e'tibor beringlar, demak. Mana menyularni bir yo'la keyin bazaga o'tgandan keyin yo'qotaveramiz. Ular hozir shart emas sizga. Endi buni asl nimasi qayerda edi?
Sizlarga tashlab qo'ydim shekilli. Ha, mana. Ha, ketdi. Asl kopiyani ochib olasizlar. Course. Mana bu holatda ketyapti bu. Pagination-lari, bloklar, kontaktlar. Demak, biz birinchi o'tamizda mana bu home o'ynaga layoutda home ga o'tib turib, home o'zi qolsa bo'ldi. Mana bu u yer qo'shimcha u yerlar nima kerak emas. Mana home o'zi qoldi. Courses nima edi bu? Kurslarmi? Kurslar. Courses list. Barbarliklar. Line ichida yana u yerlar ketyapti-yu. Bu ham kerak emas. Line ichida ularni tashlaymiz. Mana buni ko'ramiz. Mana. Endi biz keyinchalik albatta o'tamiz buni. Faqat yozib ketaveramiz. Bu yerda dasturlash. Yana nima? Java dasturlash. Kompyuter grafikasi. Tarmoq administrator. Xo'p, mana bu holatga ketyapti. Faqat men shu kurslar bo'yicha almashtirib tayyorlab beraman endi. E'tibor beringlar. Courses mana. Qaysi page ochilishi kerak? Mana bu page ochilyapti bizda. Xo'p, courseslar. Umumiy ma'lumot bitta sahifani ochib olish kerak bo'lib turadi. Kurslar deyiladi, mana bu ma'lumot chiqaveradi. Buning ichida masalan web dasturlash tanlayapmanmi? Web sohaga oid har bir bo'lim, masalan HTML, CSS har bittasi alohida ketaveradi. Mana shu slaydga o'xshab chiqaveradi mana. Bu slaydni ko'rishga kirsak, keyin alohida nimaga o'tish kerak? Bitta sahifaga to'liq ma'lumot chiqarib berish kerak bo'ladi. Demak, qaysi biri ekan mana bu? Page course ekan. Bu kodda proyektda o'shanga tanlab olish kerak oldin. Page course. Course nechi ekan? Ikkinchisi ekan, page course. Hop, menyuga o'taylik-da mana. Menyuga o'tyapman. Kurslar degan menyuga. Va endi bunga nima deyman? View teng nima deymiz? Web deyman. View teng web. Yoki boshqacharoq ko'rinishda har bir uchun alohida aynan shu kurslar uchun nima qilib o'tiramizmi deyish ham mumkin-da. Har bir uchun nima bo'lib qoladi? Alohida view yaratishga to'g'ri kelib qoladi. Masalan, view teng web, yana nima? View teng Java deyishga to'g'ri kelib qolyapti, to'g'rimi? Shuning uchun men yozaman course. Bunga ham nima deymiz? Course. Faqat n id teng 1. Web dasturlash nima bilan bo'ladi? And id teng 2 bu Java'niki. Aynan mana bu bitta view ga o'tiraveradi, faqat id bilan farqlab oladi. Hozir tushuntirib qo'yaman. id berib beramiz. Bularga ham bu holatda
bularga ham bu holatda qo'yilyapti. Endi URLga e'tibor beramiz shu yerda. Mana bu yerda dasturlash view cars ketyapti. Java'da ham cars, faqat nima almashyapti? ID. Baza danlikni saqlaganimizdan keyin mana har birini ID'si bo'ladi-yu. O'sha ID bilan jo'nataveramiz ma'lumotni. Hozircha mana bu ko'rinishda turibsin-da mana. Buniki necha bo'ladi endi? 3, buniki 4. Endi view yaratish kerakmi? Nima nomli? Cars nomli view yaratib olamiz. Xo'p, CSSga o'tyapman-da. Bu yerdan view model ichida PHP fayl nima deymiz? Cars. Mana bu holatda. Endi bu yaratib bo'lindi h1 hello. Mana bu yerda layoutda umumiy index layoutda men header qismini ajrataman. Bu modallarida, modallarga nima qilmaymiz dedik? Tegmaymiz dedik. Uje mana bu yuklab beryapti menga. Indeks yuklab beryapti va footer qolyapti bu yerda. Endi e'tibor qaratamiz shu yerda. Главный oynasi nima edi? Qaysi biri edi? Config index. Demak, bu yerda nima yo'q? O'zgaruvchini yarataman. View teng nima edi? $get view o'zgaruvchi kelayotgan bo'lsa, agar shu kelayotgan bo'lsa, shuni olgin, aks holda palmachini qiymat index to'lab bergin deyman. Demak, birinchi ishlayotgan jarayonda layout o'tadi, mana bu yerga index element endi bu nima deyiladi mana shu? Satr uzamanda $view php deyman. Tushunarlimi? Mana shu holatda ketyapti. Ko'radigan bo'lsak endi hello cows chiqib qoldi mana. Hello cows chiqib tepada ID'ni tepada link shop ketdi. Mana buni beryapti. Hop. Va undan keyin endi mana coversga o'tganda bizga aynan nima kerak? Mana uni coversi kerak. Modallarga tegilmaydi. Modal source buttonga mana bu yerda aynan shu pejini olsak bo'ldi. Coversiz home mana buni ham olamiz. Inner footerga chekina mana. Our courses nima bo'ladi? Listgacha olinadi deyman. Buni qaysiga borib tashlayman? Coursga tashlayman. Va coursga o'tib turib Ctrl Shift R search almashtiramiz. Mana bu yo'l bilan replace all va saqlayman. Web dasturlash bo'lsa, tushunarlimi? Bu sohaga o'tyapti, lekin o'taveradi. Endi qarangda mana Java kelyapti. Yana shu ochiladimi? Endi men boshini o'zgartirib qo'yaman. Mana ikki. Web dastur va umumiy ma'lumotlarni bekitamiz. Kametga olaman. Chap qo'yaman. Set agar $7 kelayotgan ID mavjud bo'lsa va shu ID ni qiymati $7 kelayotgan nima? ID ni qiymati teng bo'lsa 1 ga. ID da kelayotgan qiymati 1 ga teng bo'lsa buni ochib bergan. Else if agar $get yana nima deyman? If set $get kelayotgan ID mavjud bo'lsa and $get kelayotgan shu ID nima bo'lsa 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa buni ochib bergan. Else if set $get kelayotgan ID
getda kelayotgan ID teng bo'lsa nechiga? 3 ga. Mana buni ochib bering. Va eng oxirgi holat endif. Endi xatolikni ham tekshirish uchun biz yoki olib ketaman. Else bunday bo'lim mavjud emas. Birinchi ID da kelayotgan ma'lumot haqiqatdan nima bo'ldi? Web bo'lyapti, ikkinchisi Java bo'lyapti. Uchinchida kelayotgani kalkulyator. Uchinchida kelayotgani demak kompyuter grafika bo'ldi va yana bittasi bor edi. Mana olamanda. To'rtinchisi ham bormi deydimi? Mana bu holatda buniki 4 ga teng bo'lsa va shu yerda buni kompyuter tarmoq. Dasturlash endi qolib ketdi, mayli. Qaranglar, mana. Xo'p, qayeramiz? Course. Joy. Mana varmas kerak edi, qaytib qoldim. Xo'p. Mana boshqasini ko'rayotgan ekan. 11, 12 ketyapti bunda. Qaranglar, boshqa narsa olib qo'ymadingiz. Aşağıda home turur ya. Aşağıda telefon variantında turur ya. Şöyle koşup turur. Telefon variantini oldikmi? Yok. Ko'chirib oldik kerak. Formlarnimi? Forum. Mana bu yuqorini aytyapsizmi? Menyularchi. Bu yerdan pasiydi. Mana birinchi kerak emasmidi? Men birinchi bilan qo'shib oldim. Biz haqiqatan bitta yuqoridagi nima qilyapmiz? Qo'shyapmiz mana. Web dasturlash qo'ydim mana. Bu narsa, mana bu narsada mana. Courses. Yangilaydigan bo'lsak, bu nima edi? Practical. Web dasturlash kerak. Endi xuddi shu jarayonni boshqa yo'llar bilan ham almashtiraman. Xo'sh, innerga o'tyapmiz. Bunga nima? Albatta, Java. Bunga ham o'tyapman-da, bunga kompyuter grafikasi va 4-ID tarmoq administratorligi. Endi buni yozishimdan farqi, mana bu yerda ajratib olaylik deyapti. Mana Java kelyapti. Kompyuter grafika, tarmoq administratorligi. Tushunarli bo'ldi? Bitta bo'limga boryapti, ya'ni bitta nimaga? Faylga boryapti-da, ID bo'yicha ajratib olyapti. Keyingi darsda mana ularni ixcham qo'yib yozishni o'rganamiz. Mana bu holatda. Bularga ham Moskitani yuklanish ham tez bo'ladi. Yuklanish ham tez bo'ladi, ham
haligi himoya usuli ham yaxshi bo'ladi. Chunki ko'rayotgan foydalanuvchi qayerda turganini faylni aniqlay olmaydi, qachonki port kodini olmaguncha. Xo'p, bu holatga ketdi, jarayon ketyapti endi. Demak, kurslarniki bo'ldi, mana. Endi bu yerda ma'lumotlarni bazadan olish kerak bo'ladi. Hozircha ishlamaymiz. Demak, masalan, web bo'yicha kelyaptimi? Tarmoq administratorligi. Har bir kursga alohida katta bo'lim bo'ladi, endi bitta. ID ga qarab turib olaveradi. Tarmoqqa bu yerda nimalar bor? Masalan, tarmoqda o'rganiladigan shu yerga chiqib turaveradi, nimalarni o'rganish kerak. Yoki yangiliklar tarmoq administratorligini bu holatlarni keyin to'g'rilab chiqamiz. Bu jarayonlarini endi e'tibor beraylik. Kurs bo'limlari bo'ldimi bizda? Undan keyin kontakt bo'limi bilan tanishaylik. Mana kontakt o'tyapman. O'zi tayyor nimani? Hech kontakt eshitmaydi. Shuni bilashimiz kerak biz. Page kontakt shunikan diqqat bilan e'tibor beramiz. Head yopyapman. Hop, umumiy header yopyapman-da, modalni ham yopyapman. Button yopyapman. Mana bu nima ekan? Mana buni qo'shib oldik yangida. Bu mobil holati uchun alohida yozilgan ekan mana. Demak, biz innerdan boshlab yana nima qilishimiz kerak? Mana footergacha olib ketamiz. Mana o'zi kam ekan buniki. 2 dona. Demak, hop, bunga o'tib turib, modulga nima qilaman? PHP file contact html. Mana bu holatda ishlab qo'yaman. Endi layoutga o'tyapman-da. Hop. Header ochib turib, home kurslar web dasturlash ketdi bu. Event pages bo'limlar user admin mana kontaktda. Demak, bu yerda nima deymiz? View pane contact. Mana bu turadi. Va bitta saqlab turib, shuni kontaktga bosadigan bo'lsak, mana. Bu jarayonni olib ketib qoldi. Tamam, kartam. Yolcu şekeri. O'sha URL manzili bo'ladi o'zi. Shuni olib qo'ysak bo'ldi. Right. Mark canvas yaptı. Bu holatda hop. Rollarını dikkat için. Ne yapacağım? 12 kutuda bunu uçurup durup ana bu holatda qo'ysak karta jasmasini olsin. Kartani keyin ham qo'shib ko'ramiz. Hayır. Hop turib turarsin, keyin qo'shib qo'yamiz. Buraylarni nimasini ko'raylik hozir. F So'rishda muammo yo'qmi? Footerda muammo bor. Nimalar? Qaysi netlar? Yo'q, rasmlari yo'q ekanda uni.
Sinkaladi. Ha, bo'ldi ulangan ekan bular. Hop. Mana bu holatda uladik. Endi mana ko'rinish. Xo'p. Endi kontakt bo'limi ham bo'ldi bizda. Keyingi bo'lim endi. Bu yer bo'ldi. Birato'la mana shu kontakt bo'limini shakllantiramiz endi. Nima qilish kerak bu? Bazaga biz bilan bog'lanish, ya'ni ma'lumot yuborgandan keyin, nima qilib berish kerak? Tekshirib berish kerak, keyin bazaga yozib yuborish kerak bo'ladi. Kontakt o'ziga o'taman. Mana bu endi bitta kontakt bo'limi umumiy. Rasmini yozaman. If agar all contact bo'lsa kerak ma'lumotlarimiz. Full name, forum email, forum subject, xabar va undan keyin type button bo'lmaydi, nima bo'ladi? Submit bo'ladi. Mana shu yerda to'liq yaxshi formada ekan. Agar formada bo'lmasa, formada qilish kerak bo'ladi. Va albatta bu class contact form, id contact form, name contact action method post. Mana bu holatda ko'radi. Ha, mana buni olib tashlaymiz. Validatsiyani no validation qo'yamiz. Hali yuklanadi bo'lgandan keyin forma bitta yuklanib oladi. O'sha yuklanishni o'chirib qo'yapti mana shu nima bilan. No validate bilan. Ha, button submit bo'ladi endi. Mana aytyapsizmi oxiridagi? Mana bu. Mana bu? Yo'q, turaveradi. Ha, tipi nima bo'laveradi? Ha, to'g'ri kelaveradi. Mana ishlatib ko'raylik-da. Set dollar. Posta kelayotgan nima edi? Asabi. Yo'q. Name nima edi? Shuni name ham yo'q ekan. Yo'q, name yo'q ekan. Name forum submit. Forum submit bo'lsa as endi nima bo'ladi? Qanday jarayon bo'ladi ana shu holatda? Ma'lumot kelgandan keyin forma avtomatik yo'qoladi, kontakt emas. To'g'rimi? Kontakt yo'qolib qoladi mana. Endi e'tibor qaratamiz shu yerda. Mana masalan mana to'liq ma'lumot kirityapman. Tushunarlimi? Mana bu orqa fon nima-ku? Shuni hisobiga meni yo'qolib ketib qolyapti. Ana lekin tushirganimizdan keyin o'zi nima qolyapti? Oq bo'lib qolgani uchun. Xo'p, endi shu yerda tekshirish kerak. Nima bilan tekshiriladi? Hop, kelyapti. Meni kechikdi. Bitta birinchi full name olaman. Full name dollar posta kelayotgan nima edi? Forum name edi? Aks holda 0. Endi buni ham olishdi. Qarang. HTML chars add slash qilib olamiz. Mana ko'rinishda. Slash nima edi bu? Haliga drop yo'qotadi. Full name mana ko'raman, qarab turamiz shu yerda. Xo'p,
qaytadan ma'lumotlarni kirityapman. Mana full name'ga men masalan o'tkirbek deb kiraman. Va hozirga ketdi ma'lumotlar. Slash o'zlashtirib olayotgan uchun ishlamayapti. Forum name. Men tipdan qarayapman. Mana bitta nima qo'yib beryapti? Drop qo'yib beryapti. Endi ana HTML special chars nima qiladi bu? Olyapmiz. H1 ha? Mana holatga yetyapti. Shuni satr ko'rinishida beryapti. H1. Bu ham xatoda sizda. To'g'rimi? Bu agar HTML special chars hisoblashadigan bo'lsa, qaranglar, o'tkirlikni kattada yozib beryapti. Text sifatida. Shuning uchun strip text bor edi. Tagdan umumiy nima qilib beradi? Tozalab beradi. Mana qanaqa tek kiritishlardan qat'iy nazar bu yerga. Mana yana o'sha holatga yetib. Mana tushunarli? Bittasi slash qilib beryapti, bittasi strip tag qo'yapti. Endi qaranglar. Buni ushlab oldik va reg 1 deymanda. Nima bu? Regularniy выражение. Esimizda bormi? Nima qilar edik? Xo'p, A dan Z gacha faqat full name'da nima bo'lishi kerak? Harf bo'lishi kerak-da. To'g'rimi? Nimada? To'liq ism sharti bo'lmaydi-da, emailda bo'ladi. Plus esa 1 yoki undan ko'p marotaba bo'ladi. 0 degan plus degan 0 yokimidi? Yo'q, 1 yoki plus 1 yokimdan. Ko'paytirib o'ta teskari. Ya menga plusi gapirdi. If $reg1 agar qanday tekshirardik? Break match. Birinchi nima edi? Reg 1midi yo matnmidi? Full name. Else bu holatda echo true false. Mana holatiga true qaytyapti. Endi qaytdi bu. Mana masalan shuni o'rniga. Yaqin ko'rsatishdi. Aha. Mana ko'rinishda nima kiritganmiz? True qaytyapti. Sabab nima uchun? A'dan Zgacha bordi. Boshiga satr bosh qo'yish. Satr boshidan boshlasin. Satr bosh. Nima? $. I ham qo'yish kerakmi? $nimada? I ham qo'yamiz. I qo'ysa farqi yo'q bo'ladi. Tushunarli? False. Uje xatolik beryapti. Mana bu holatda endi men qachon to'liq ma'lumot kiritadigan bo'lsa, orada nima bor? Orada probel bor. Nima qilamiz shu probelni? Qayerga qo'yiladi kichkinasi? Endi bu tutuq belgisi harfni chekib ketadi. Tutuq belgisi A'dan Zgacha chekib ketadi. Yo'q. Yo'q, u katta kichikligini belgilayapti-yu. Mana Umumjon Nasriddin yana davom ettirmoqchiman, masalan mana bu. Mana bu ko'rinishda ketyapti-da. False, ya'ni nima uchun? Probel yo'q. Bir yoki undan ko'p marotaba deb qo'ysam bo'laveradi. Endi yana aniq nima qilish kerak? Buni alohida berish kerak masalan nimani? Alohida probel. Ha? Yo'q, unda bitta o'sha joyga. A'dan Zgacha chekib ketadi. A'dan Zgacha bitta probel turib tayinda probellarga A'dan Zgacha qilish kerak. Boshqa. Qaranglar, street tag olaydi. Street tag anaga ko'rsinlar. Street tag ko'rsin. Xo'p, nima qilamiz? Bu holatda bu bitta nimada? Gruppada kelsa.
bitta gruppada A'dan Zgacha plus 1 yoki undan ko'p marotaba takrorlanishi mumkin. Va undan keyin bitta probel, endi bitta emasda bir nechta probel bo'lishi mumkinmi? Bunda faqat ismdan keyin bir nechta. Ismdan keyin. Undan keyin A'dan Zgacha qo'yish kerakmi? Masalan, to'liq ma'lumot bo'lsa, mana full name. Birinchi nima ketadi? Ism ketadi. Familiya ketadi. Yana nima? Familiya отчество ketadi. Demak, nechta probel bo'ladi? 3 ta yoki 4 ta ham bo'lishi mumkin. Yoki 4 ta ham bo'lishi mumkin. Demak, boshqatdan mana qaranglar, bunday ish qilamiz. Birinchi A'dan Zgacha. Hop. Bu ham qat'iy bo'lsa 0 dan ja bo'lsa ismi endi 15 qator bo'ladi. 15 ta harf bo'ladi. Undan ko'p. 3 dan kichkina bo'ladi. 3 dan kichkina? Aslida bo'ladi 2 ta harf. Don harfda nimasi nechta? 0 dan 15 ta harf qatnashishi mumkin. Undan uzun ism yo'q bo'lsa kerak, yo bormi? Eng kichkinasi, eng kichkinasi 0 dan 3 dan boshlanadi deyapsizmi? Aleran. Undan keyin agar shu 3 dan 15 gacha takrorlansin va nima bo'lsin? Bitta probel yo bor yoki yo'q bo'lsin, faqat bitta bo'lsin. Bo'lsin yoki bo'lmasin, bitta. Undan keyin yana A'dan Zgacha 3 dan endi familiya uzunroq bo'lishi mumkin. Virgul bilan. Undan keyin bitta S. A'dan Zgacha. Nima bu yerda? Отчество ketadi endi. O'g'liga alohida qilamiz. Ismga alohida endi 90-yildan bu yog'i shunaqa ketadi. U yog'i ichlar qo'shiladi. Yo'q shunaqada. Ha, bo'lyapmiz. Haqiqiy tekshirish bo'lyapti. 3 dan 30 gacha va undan keyin bitta S probel bo'lsin yoki bo'lmasin. A'dan Zgacha. Bu nima deymiz? Bu endi o'g'li bo'lishi mumkin, oxirida bu to'g'rimi? Qizi bo'lishi mumkin, o'g'li bo'lishi mumkin. Demak, 0 dan 5 ta bo'ladi endi. O'g'lida bormaydi va mana bu holatda. Ya uni bitta harfga olib ketmaymi, tutib belgisini. Ana belgi bor-ku, belgi qo'yib beryapti-yu. O'shani keyin tekshiraylik ekan deyaptim men. Mana uni olgandan keyin. Mayli, tursin. Ko'raylik hozir. Qaranglar. False beradi chunki o'g'lida nimalarni qo'yilmadi-ku. 0 1 2 3 4 5 ta. O'zi ana belgilar ham bor-da. A'dan Zgacha bo'lgandan keyin belgi. Qaranglar-da, mana belgi ham ketib qo'yadi. Mana echo full name. Mana bu ham bitta belgi bo'lib ketib qo'yadi-da. To'g'rimi? O'shaning uchun men S/ni nima qilaylik deyapman. Bundan keyin olib turaylik-da. Faqat teglardan tozalab bersin menga. Bazaga kelganda keyin nima qilasiz? O'g'li. Unda hozir teg bilan kiritsangiz. O'g'li bo'lyapti-yu. Bir ortda qo'yapti-yu. Yo'q, hozir o'g'liga A'dan Zgacha qo'yildi, xolos-ku, uni belgilarga qo'yilmadi-ku. O'zi A'dan mana bundan deyapti, belgilari ham bo'lishi kerak. To'xtanglarda, mana boshidan ketaylik mana. A'dan Zgacha ismi bo'lyapti. Faqat bu 3 dan 15 gacha harf. Tekshiryapti buni. Buni tekshirib bo'lgandan keyin bitta probel bo'lsin yoki bo'lmasin holatda ketyapti. Undan keyin familiyasi. Familiya ketyapti. 3 dan 30 gacha. Undan keyin bitta probel bo'lsin yoki bo'lmasin. Mana bu yerda familiya. Probel. Mana bularni tashlab qo'ydik. Gruppoviy xavfsizlarni.
Yo'q, hozir u o'g'lida A'dan Zgacha bo'lib qoldi-yu, misol tutuq belgilariga qo'yilmadi-ku o'sin. Harf davom edimi? Harf to'g'ri ketsa, ketadi uni. Yo'q, qanday? A'dan Zgacha O'zlash bilan to'g'ri qo'ying. to'xtaylar bo'lmasa, haqiqatan o'tganini ham ma'qulman. Va anaqa o'rolmaydi, Google beryapti. Xo'p, mana unga nima qo'shamiz? Bitta slash Ikkita bo'ladi. bunday qilamiz ekan. Bo'lsin bo'lmasin bo'lishi kerak. Qiziq bo'lsin. Yo'q, slash bo'lmaydi. Slash shart emas. Ali belgilar bo'lsa deganmiz. Bo'ldi, mana. Endi yana bitta ko'raylik-da. Ular endi o'tkirib bo'lib qolsa qancha. Ha. O'tkirdik. Yo'q, to'g'ri aytishdi. Yana so'ng bo'ladi. O'tkirdik. Kamoliddinov, Nasrubek, o'g'li. Mana masalan, uni ham to'g'rilisi bor. Shuni deb o'ylayapmiz. Post qaytaryapti, to'g'ri. Demak, har biriga bittadan to'g'rilgan qo'shib qo'ysangiz zarar qilmaydi. To'g'rilgan oladimi? Oladi. Xudo xohlasa oladi. Olg'aga belgilar bo'lib qo'ysa-chi, undan Yo'q, unda baribir Hozir orada kelayotgani uchun Agar hali simvollar qo'yilgan bo'lsa, yana ularni biladi. simvollar bilan bitib qolyapti. Shuni o'rniga Qanday ikkita qilish kerak? qanday? A'dan Zgacha deb orasi simvollarni ham biladi. A'dan Zgacha. To'g'ri ham bo'lsin, xohlaganini yap. A'dan Zgacha. Hamdalar u regularni keragi yo'q. I'dan Nasıl şey var ya falan kitaplar mı? Hop. Ağzlar nak pegene ya. Yok artık. Xo'sh. Ismga alohida, familiyaga alohida. Yo'q, unda nima qo'yamiz? Uydaga Hop. yangi muammo qo'zg'ayaman. Ha. Ruschasi bo'lsa A'dan Yagacha deyiladi. Ammo bu tarafi ham bor. Yo'q, menimcha regularniy выражение faqat nima dishilsa kerak. Angliyskidan. Hali Loren Ru bor, ruscha chiqarish narsa emas. Ruslarga o'xshagan stil bilamisiz? Qaranglar. Zgacha qilsak. Soni belgini o'zini beramiz. A'dan Zgacha Nechtaligini aytmadi-ku. 0 dan 15 tagacha faqat bunga to'g'rilini qo'shamiz. Ketyapti, bu true bo'lib tekshirildi bu. Endi keyingi holatda. Yo'q, undan maqsad bo'lmaydi. Undan keyin esa probe. Bo'lsin yoki bo'lmasin. Mana shundan endi davom ettiramiz. Bundan nechta bo'ladi? 25 ta deylik. Bundan familiya ketdi, bundan keyin bu holatda ketyapti. Va eng oxirgi holat 7 ta. 3 tadan ko'p 7 tadan.
Bo'ldi, probel shahmat oxiri. Endi ko'ramiz. Hop, nima qaytaradi? Çok to'ldiryapti. Endi uni to'ldirish majburiy. Yana fokus. Hatto O'shanga men bitta tekshirib ketaylik. Xo'p, mana bu. Ism bo'ldi. Ism bo'lyapti. Undan keyin familiya. Familiya ketyapti. Yuborish true. True qaytyapti. Shu yergacha true bo'ldi. Endi bundan keyin yana qaranglar-da. Mana bu probel. Nima ketyapti bundan keyin? Qo'shmadida. Qo'shilatan qo'yib yozmadiki. Formuga. Mana bu qat'iy ekanlar. Probel qo'yish qat'iy bo'lsin. Mana endi false qaytaradi. Chunki mana undan keyin probel yo'q, hali ma'lumot yo'q. Endi bundan keyin qo'shyapman. Nimani? Oxirida probel qo'yapmiz. Mana buni o'qishni. Hop, 3 ta ma'lumot uchun qo'shilyapti, xolos. Bitta, ikkita, 3 ta. Yuborish true, ha? Endi undan keyin yana bitta ma'lumot uchun mana bu ham bo'lish shart bo'ladimi endi? Endi dichi ham bo'lishi mumkin-ku. Yo'q, bo'lish shart bo'lmaydi. Bo'lish shart bo'lmaydi-da. Chunki o'sha o'g'li bo'lmasligi ham mumkin. O'g'li bo'lgan holatda qo'yilaversin. Buni işte 0 dan 8 gacha endi. 4 dan o'g'li ham, bu qizi ham nima bo'ladi? 4 ta harfdan ko'pi, to'g'rimi? Mana bu holatda takrorlanadi. Bichi ham qo'shiladi. Bo'lganda qizi bo'lmaydi. Xolasi chiqsin. Mana shu. Probel emas. Qaysiga so'roq qo'yib qo'yaylik? Ha, mana bumi? Ha, bu qat'iy bo'lib qolyapti. Noldan qo'yish kerak. Qat'iy bo'lib qolyapti, to'g'ri. Mana buni 0 ham qo'ysak bo'ladi. 0 dan 8 gacha. Shu xato berilsa kerakligida. Ha, bo'ldi mana. Jasurbek ichi bo'lsa mana shu qaytaryapti. Endi shuni o'g'li qilaylikchi. Oxirida probel borda. Mana shunaqalarga ham nima qilish kerak? Endi hamma dastur tushunasiz-ku, probel. Ha, probel bor ekanda. Endi uni olish uchun albatta mana uni trim qo'yasizlar. Nimaga trim? Probeldan tozalab beradi. To'g'rimi? Bu holatda ketyapti. Endi e'tibor beringlar, yana o'sha jarayon qaytyapti mana. Mana probel qo'yib yubordim. Mana bu qaytarildi. Tushunarli bo'ldi. Bo'ldi nima qismi. Endi email. Bu qism o'z nihoyasiga yetdi. Bu nimaniki endi? Yo'q, olmaydi. Full name. Shuni asl takror qilib, ag'zani o'rniga a yozib qo'ysa uni. Nomiga qo'shib ketsa bo'lsa kerak. Uni ham ko'rib beraman. Emailni ham olyapman. Trip nima deydi? Emailda uniki nima bo'ladi? Dollar email. Bunikini tekshirib oldik. Endi email demak full name full email o'zini Hop. Email forum bu yerga full name Email bo'ladi. Email. Mana bu. Endi e'tibor beraylik. Hop. Biz aytayapmiz o'sha kirillchani ham tekshiraylik chiqani ishlarimiz. A'dan boshlab
Nimagacha? Yagacha. Bitta faqat, bitta harf. Emailligini ko'raylik uchun. Xo'p. Qaytaryapman jarayonni. Atpayman, qabul qilmayman. Aytdim. O kichikchani belgisini qo'yish kerak. Email qo'yganda nimasini? Men qaytib yozmayman. Boshqasiga yozib ko'raylik. Ana u. Subject. Mavzuga. Alaykum assalom. Jada olmaydi. Kelib turavering hozir. Boshida aytib turibman. Sinov aryapti. Hadi bilmayman. Mas u Yo'q, oxirida kichikchani oldida qolib ketdi. Ruscha ani sinov bo'ladi. Bo'ldi shekilli endi. Mana bu. Kichikchani va yo'qda. Ruslar zakazini. Yo'q, men просто uni subject ko'rib olaylik deyapman. Nima ekan? Forum. Subject. Xo'p, bu yerga s. Mana bu yerga s desam bo'ldi, to'g'rimi? Qaytaman. Subjectga kirillcha kiritaman ma'lumotni. Faqat bitta deganmiz, demak. Bastım. Olmaydi. Kirillchani olmaydi. Mana holatda ishlamaydi kirillcha. Nima qildik endi? Keyingi jarayon. Xo'p, hammasini ushlab olaveraman men bu yerda. Subject bu yer. Email ketyapti bu. Subject. Subject, forum subject. Undan keyin message midi? Forum. Forum message. Forum message. O 4 ta ekan ma'lumotimiz. Message. Har bir uchun alohida naf chiqish kerak. Regularniy выражение ishlatib chiqishimiz kerak. Demak, endi mana example ketadi bitta. Qanday bo'lishi mumkin? Email, bu elektron pochtalar. Boshida harf bo'ladi aniq. Kamida 3 tadan 15 tagacha nima bo'lishi mumkin? Chiziqda. Oddiy o'zimniki example masalan. Demak, boshida nima bo'lishi? Adan zgacha harf. Adan zgacha harf. Bu viruslarni bir yoki bir necha marta qaytarilishi mumkin. Boshida endi harf bo'lishi shartda. Siz biror mujon, kuchukcha nima deb ketmaysiz. Boshi harfda boshlansin, undan keyin yana 9. orada kuchukcha bo'lsin yoki bo'lmasin, to'g'rimi? Bo'lishi ham mumkin. So'roq bo'lsin yoki bo'lmasin, undan keyin Pastga chiziqcha ham bo'ladimi? 0 dan 9 gacha yoki A dan Z gacha bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Pastga chiziqchalar bo'ladi. O'rtasida qo'shib Katta harf ham bo'lar. Uni qo'shib qo'yasizlar, mayda. Xo'p, qaranglar. A dan Z gacha yana nima bo'lyapti endi? Bu nechta bo'lishi mumkin? Yo'q, hozir faqat nimani bekityapti, mana bu oralarda. Mana bu yerdan nuqtadan keyin mana shu yergacha bo'lgan orada. Chiziqchalar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Faqat chiziqchalar. Harf chiziqchalar. Mana bu holatda ishlatiladi. Chiziqchalar o'sha o'zgaruvchilar bo'lishi mumkin. Undan keyin endi buni necha marta takrorlash kerak? 0 yoki 5 ta eng uzog'i. 5 ta deylik. Va undan keyingi jarayon bo'lishi kerak nima bizda?
Sabachka bo'lishi kerak, sabachka bo'lishi kerak. Bundan ham keyin A'dan Zgacha bo'lish shart. Bu faqatgina nima? 0 dan 5 gacha bo'ladi. Bu Yettita deydi. Qaysi bergan? Sabachka. Mana sabachkani tekshiradi, mana. Yo'q, biroz Sabachkani o'zini tekshiradi. Elektron pochtani o'zini narxi. Xo'p, 0 dan 7 gacha va undan keyin nuqta bo'lish shart. Shartning belgisi qanaqa edi? O'zidan. Bitta. Va undan keyin A'dan Zgacha nima? Com. Demak, kamida ru bori, rudan ikkitadan 5 tagachalik qo'yadi bizdan nimaga? Mana bu holat. Va email forum bilan nimani tekshiraman? Emaillar, ha? Mana bu yerdagi. Email. Tushunarli bo'ldimi? Endi qaytaman. Yangi aytaman, true va yana qaytaman. gmail.ru True. Buni yozib beraman, uyda test qilib ko'ramiz, hammasini ishlatib qayta-qayta, har xil turli xil holatlarni. Mana masalan, admin sabachka mail.ru false. Chunki nima bilan boshlandi? Birdan boshlanib ketyapti. Endi sabachka demayman-da. Reshotka. Endi bunaqa bo'lmasa kerak, bilmadim. Bu o'shani o'qimaydi-da. Sabachka nimani? Hozir ana pastga qo'ygan chiziqchani. Ana shuni bittasini ko'ray. False ish bu. Birdan 8 gacha qilib, undan keyin-da. Chiziqchaga alohida nima qanday beriladi? O'shani olib turib, o'zini qo'shamiz. Buni pastda turib turadi, mana bu. Shunga ham qo'shib. Shuni o'ziga qo'shib qo'yaylik-chi. Tushunarli bo'ldi. Shunoq tekshirib chiqamiz endi bitta-bitta. Minus ham ko'ramiz. Haqiqatan mana buni o'rniga endi minus kelib qolsa, verdiel true bo'lib turadi. Har bir xil vaziyatni ko'rish kerak-da bitta-bitta. Mana bu ko'rinishda. Demak, bu nima bo'ldi? Ma'lumotlar bo'ldi. Oxirida tekshirayotganda har biri uchun alohida va birinchi full name'ni ham tekshirasizlar-da, mana bu ko'rinish. Oxirgacha qilib ko'ramizmi? Mana emailgacha bo'ldi. Message bilan nima qoldi? Subject qolyapti. Endi umumiy bular yuklab bo'lgandan keyin bir nima chiqish kerak-da, bitta. Agar true bo'lsa, mana bu yerda qaranglar. Mana bu nima? S aniqlanmayaptimi? Qayerda qolib ketdi u? Buni tepadan. Mana bu yerda. Agar nima bo'lgandan keyin haligi true bo'lsa, bazaga yozamizda yana qaytarib yuboramiz. Nimaga? Kontaktga. Buni hamisha bermaydi. Qaysi? Mana bu hozir faqat emailga tekshiraveraylik. Email true bo'lsa, endi qolganlarni ham qo'shamiz. Va bilan dedim-da. Va bilan qo'shib turib, header location. Bu yerda biz kontakt hp deymiz. Yana o'zga qaytaroqlar. Hozir qaysi biri xatoligini ready deyapti, o'sha xatolik. Biz bu yerda nima? Windows script ochamiz. Windows location. O'shani ham ko'ramiz. U ishlamaganda ana shu location view teng nima bo'ladi? Contact. Mana buni bitta ishlatib bering. Ko'ramiz. Mana bu holatda yana nima qaytarib qo'ying, qaytayapti. Endi ma'lumotlar turibdi. Nimani ishlatamiz? Header. Header location so'roq view teng contact. Bu menimcha faqat o'ynaga o'taveradi. Mana bu o'ynani topalarmikin ko'ramiz.
your name, subject. Yerray boru. Videodan chiqish kerak ishlasam. Nima? Ya bilaman. Qaysini? Yerray chiqib Giderler al işte. Saçma şey Ama shu tarafı ham bor. Mana buni olib tashlaylik. Ya menda aytyaptiki cannot modify header information header already allaqachon deyapti, nima? Ishlatib bo'lingan deyapti, header. Endi shuni to'g'rilash uchun o'sha nimadan foydalanyapmiz-da, skriptdan. Aslida header nima qilar edi? Yonidagi nimalarga o'tib olish uchun index php deb qo'ysak, php ga jo'natib oladi. Bo'lmayapti, mana index php /view teng nima? Contact. Yok, hiç bir oldu değil mi? Ben şimdi çok yapmam. Bir de problem hoş koyun. Aynen. Yok, ben bana ne? Bunday mi? Sen bu ne? Yo'q, bu urlga olib bermaydi-da bu. Bu yonidagi faylga o'taveradi ma'lumotni. Oxiriga nima? Ulab bermayapti. Nari deb o'ynayapti. Mana shuni Qo'shib tashlasa o'tyapti. mana bu action. To'xtanglar, mana buni olib tashlaylik-da. Endi ko'raylik. Qaytyapman. Yangilayapman. Yo'q, header ishlamayapti, var. Shuni o'rniga o'sha script o'rnida yozib olgan ma'qulroq. Mana bu holatda. Aslida bu test PHP'ga ham o'tib borib turib, keyin test qilib turib, keyin nima qilish kerak-ku. Lekin bu holatda bizda eng ma'qul variant nima bo'lyapti? Windows location view teng nima bo'ladi? Contact. Kerak bo'lsa, mana shu holatda ma'lumotlar yuborildi. Ma'lumotlar yuborilmagan bo'lsa, shu holatda mana qolaveradi. Yana o'ziga qaytarib qo'yilaveradi. Faqat endi ma'lumotlar yuborilmagan holatda sessiya yaratib turib, mana uni o'ziga otish kerak. Faqat qiymatlar bor, oldin kiritilgan qiymatlar. O'shalar qolishi kerak edi. I xatolikni obro'tga qilish kerak qaytadan. Men endi bazarni ishlayotganda o'tib beraman. To'g'ri, katta g'arb bilan kichik g'arb bilan olib ketsa, bir hektar to'g'rilab beradi, katta bilan yo'q to'g'ri. Bo'ladi, holatlar endi uni qanday qilinadi? Siz JavaScript qilasiz, masalan, har bir ma'lumot kiritasiz, 10k down, 10k up, 10k down yoki 10k press. Bitta bosilganda obro'tga qilasiz ma'lumot. Kichkinada kelyaptimi? Siz birinchi harfini kattada nima? Ushlaysiz-da. Kattada kiritib, qaytarib, qizilda xatolikni berib qo'ysangiz bo'laveradi. Endi uning uchun kattaga tekshirib olish kerak edi, kattani kichikka tekshirib olish kerak.
Nima JavaScript o'zida ham regularniy выражение bor, xuddi mana shunaqa. O'shani bilishingiz kerak. Keyin bo'ladi. Yana bitta savol bor. Oga. O'rtada men joyini almashtirgan bo'ldi. Ha. Aslida hozir boshqa saytlar bilan o'ynayapman. Homedan chiqsa boshqa nimalar yo'qlarmi? Endi bunga borishmi? Yo'q, ular kerak emas. Mana buni aytyapsiz-da, to'g'rimi? Mana home bu bir nechta xil varianti bu. Masalan, o'zi PHP'da bo'ladi. Men hozir mana shu yergacha yetib keldik-a. Endi masalan bosyaptim mana. Registratsiyadan o'tmoqchiman. Emaillarni kiritdimda, registratsiya bo'lib o'tganimdan keyin men uchun alohida bitta nima ochilish kerak. Kabinetini ochilish kerak. Men oddiy foydalanuvchiman. Kabinetni ham alohida yaratamiz-da. Uning uchun mana bir yo'la shuni yaratib beraman hozir. Amaliyot views ketyapti, web ketyapti. Shu amaliyotning ichida bitta patka ochaman. Users degan mana patka. Bunda ham PHP fayl yarataman. Index.php. Endi e'tibor beraylik shu yerda. Men hozircha hello users deb qo'yaveraman mana bu holatda. Va endi diqqat qilaylik mana loginga kiryapman. Registratsiyadan ma'lumotlarni kiritib o'tib bo'lganimdan keyin shu menga shuni ochib olaylik. Layout'tamidi? Indeksida header mana bu yerda adashmasam model navlin kod yo'q bo'lmasam shu faqat bu login tarafi create new account deyapti, yangi account yarating. Mana bu holatda mana formada ketyapti, to'g'rimi bu? View theme create degan nima yaratamiz? Fayl yaratamiz. Create degan va shu create method post ketadi. Ma'lumotlarni kiritib bo'lgandan keyin bitta yangilik hop registratsiya savachka email.com parol qayta tasdiqlash uchun parollar registratsiya mana nimaga o'tib ketyapti? Create'ga o'tyaptimi? Create'ga ma'lumot boradi, to'g'rimi? Men bu yerdan create yarataman. View ga o'tib, model ichida nimani yaratamiz? Create PHP fayl yaratamiz. Va bu yerda echo print r dollar postni ko'ra olamiz. Nega ma'lumotlar kelmadi? Layout index name'lar yo'q ekan. Ha. Name yo'q ekan. Mana name qo'ymaslikka nimasi? Xatoligi. O'shanga nima deymiz? User name nima edi bu? Email mumkin. Mana bu parol. Name parol bu qayta tekshirish parollari. Qayta kiriting deydi-ku. Parol bir. Bizga bittasi yetarli. Mana bu ham to'g'risi mayli. Endi create ga o'tamiz-da. Qaytadan jarayonga login turibdi mana. Yangilamaganimga yangilab ma'lumotlar kelyapti bizga. Endi ma'lumot kelgandan keyin bu yana menga jo'natib yuborish kerak. Quyidagi narsaga. Narsa header qilib qo'ya qolaylik. Header. Mana kelishi. Bitta chiqib turib nimaga? Mana bu o'yinga olish kerak mana. Index PHP ga. Hozircha bunga otib berib tursin-da.
indexga ko'raylik. To'g'ri ishlayaptimi yo'qmi? Mana ma'lumot keldi deylik. Script ochyapman. Window location view teng indexga bosh sahifaga o'tyapti. Mana bunga kelyapti o'yna. Endi unga kelishdan oldin qaranglar. Create'da qo'shimcha ma'lumot bilan yuboraman. And id teng users deb qo'yganman, mana bu holatda. Va endi mana indexga kelyapman. Yana qaytib e'tibor beringlar. Olyapman if agar $7 ga kelayotgan id ni qiymati nimaga teng bo'lsa, users ga teng bo'lsa, and set $get id mavjud bo'lsa, else holatda buni ularga aks holda include $config base paths nima deymiz? Views deyman endi. Users ichida index html va qaytadan jarayonni yangilayapman. Login hello bunga tashlab turib bunga olib boryapti. Bunda endi kabinet ketadi. Bu option layoutdan uzildi bu layout. Bu yangi layout ochildi. Tushunarlimi? Endi u yog'i hali nimada ketish kerak? Bazadan naqdan oldin solishtirib, xuddi adminkaga o'xshab ketadi. Faqatgina bu user o'ynaydi. Masalan, glavning o'ynada ketadi ko'rinishimiz, mana bu holatda. Mana bu ko'rinishda ketyapti. Oddiy foydalanuvchi ishlataveradi. Qachon men o'zimning kabinetimga o'tmoqchi bo'lsam, mana bu men o'tib bo'ldim endi. Masalan, registratsiyada bo'ldim, endi login orqali kiraveraman deb bemalol keyingi safar. Email bilan parolni kiritib bosadigan bo'lsak, avtomatik shunga yotib beraveradi. Bu o'z foydalanuvchiga kabinet yaratiladi deb. Tushunarlimi? Endi qaranglar. Xo'p, biz oddiy holatda tugatdik. Endi userga o'tib turib, hello user chiqish uchun shuni qilyapman va undan keyin yana bitta include nima deyman? Config to'la olaman birinchi. Config PHP ni olaman. Bu ham xuddi mana bu index bor edi bizda. Ha, bo'laveradi. Mana bu. Mana bu index bor. Xuddi shu ishlar bunda ham ketadi. User index ketadi, faqat bunda bitta chiqib turib kiriladi. Bunda get view bundan ham paydo bo'ladi, lekin mana bu yerda bu holat ishlamaydi. Bu yerda biz to'g'ridan to'g'ri view include nima bo'ladi? $config base path. Endi qaytaga o'ylaymiz degan savol turadi-da bu. Views ichida bu ham faqat views ichida nima bor? Layout bor, modul bor, to'g'rimi? Ikkita yangi papka ochiladi. User layout shuni index PHP usulida. Masalan, new PHP file nima deyman? Bu oldin papka yaratish kerak. Directory users layout. Endi bu papkani ichida index. Biror dashboardda bormi ekan? O'zinglar shunisini ham qo'ying. Ana admin bor dedingizmi? Adbeka mana undan yuguradi. Dashboard mana. Dashboard. O'zi adminkalar dashboard deb nomlashadi. Mana bu adminkaniki aslida bu biz foydalanuvchiga ham qo'shsak bo'laveradi, faqat ma'lum bir imkoniyatlarni olib tashlaymiz keyincha. Qaysida ekan? Page dashboard yoki Microsoft buni ham ko'raylikchi. Bu bo'limlar qaranglar, adminkani mana. Mana bu dashboard, bular qolganlari nima? Bo'limlar bular. Membership bor. Xo'p, demak. Nima ekan? Page dashboard ekan. Mana.
page dashboardga ochamiz. Va shuni olib turib bu yerga saqlayman. User layoutni indeksiga saqlab qo'yaman va bularni yana nima qaytadan bog'lab chiqamiz. Bizda o'tgan safar chalg'itgan narsa aytdingiz. ko'rdingmi videoni? Ha. Shunga e'tibor bermay qoldik. Siz jQuery oxirida qolib ketdi. Bitta jQuery ulanmabdi, bizni chalg'itdi. Xo'p, boshiga qaytyapman. Endi mana bu layoutdagi olib qo'ysak bo'laveradi, to'g'rimi mana bularni? Chunki bir xil-ku bular. Mana buni olyapmiz, skipni. Va undan keyin user layout. Yo, boshqachami? Tashlab ko'raveraylikchi. Body. Layout endi. Tab ichidagi linklar. Menimcha bir xil bo'lsa kerak. Bir xil ekan, mana qaranglar. Bir xil. Yagona bitta chiqib, keyin web ichiga kiradi. Videosiga bo'ladi. Yo'q, to'g'ri. Qaranglar, base URL deganda uje core'ga yetib kelyapti. Core web ichidagi bor narsa. Yo'q, core ketyapti. Endi user indexga o'tamiz, YouTube layoutga. Nima qoldi endi? Mana buni ida joylash imkoniyati bor mana bu holatda. Image'lar mana. To'g'ri, Ctrl R search mana bu holatda nima qilamiz? Mana shu qo'yib qo'yamiz. Va endi o'tadigan bo'lsak, hop, qanaqadir xatolik berdi. Include configda xatolik. Birinchi qatorda xatolik. User index. Users layout. Onu layout sana drop bo'lgan. Qilsa qo'yib. Mana. Index PHP ni olyapti. Configda xatolik berdi. Hozir bitta chiqdi. Config PHP ni uladi. Xo'p. Nimaga? Config alohida nimada turibdi? Yo'q, mana bitta chiqyapmiz, parkka coring o'tyapmiz, config ulayapmiz. Yo, bu to'g'ri ketyapti ular. Xo'p. Xatoni berib o'qing. Mana bitta xatoligini beradi. Ham htdocs backendlar dars amaliyoti ichida users ichida index. Mana uni ulayotganda xatolik bo'lyapti. Include config. Mana shu yerga to'xtataylik. Mana to'xtatib, echo qilamiz. Nima? Shu config ko'rib olaylik. Print $config. To'xtanglar. Shu yerda buni o'rtashab ko'radigan bo'lsam, ishlayveradi. Nimaga? Sabab, mana bu yerda layout index to'g'rirog'i, mana bu indeksim bor-ku. Albatta ham nima qo'ryapman, ulaveryapman. Mana bu usersni ulayapman-da, yana ichida buni ichiga shuni olib kelib tashlab beryapti o'shani, o'ynamni. Buni ichida nima qilib beryapti? Include yana qayta chaqiraveryapman men. Tushundingmi? Nima uchun xatolik berganimni? Endi o'tamizda bunga. Config yopib, buni ochiladi.
Yo'q, PHP bu to'g'ri. Mana bu yerda ishlayapti. Hop. Ketmayapti, ochavermayapti. Shuni butkul nimaga olib olsak ham bo'laveradi, mana bu holatda. Agar ma'lumot jQuery'lar ulanmoqda. Demak, jQuery'larni ulash uchun qaranglar, bunday qilib qo'ya qolaylik. Hop, mana bu yerda indeksda turibman. Hop, mana bu yerdagi indeksda bu include qilsa ulaveradi, shuni o'ziga. Ulamaydi. Header bilan header chaqiraveradi. Location. Demak, user papkasining ichidagi index php. Maqsagan bo'laveradi. Bularni kommentga olib turaman-da. Echo hello. Qaytadan istalganlik hello mana. Hech qanaqa muammo yo'q. Endi uloqsak bo'laveradi. Include qilib dollar to'g'rirog'i bitta papkadan chiqib config ulaymiz va bular xatolar ko'payadi. Hop, web ichida, JS ichida ikkitadan bo'lib ketib qolibdi mana. Include user layout index oxiriga tushaylik. Ha, mana. Ikkitadan yozib yubordim. Rasmga qo'ydingiz-ku mana. Ha. Eskiga to'g'ri. Bu o'zimiz ochganmiz. Haqiqatdan bunday qilaylik. Bittadan qolyapti. Image. Pastdagi nima bu holat to'lov. Bunday qilamiz bo'lmasa. Image. Hop. Har xil yozilgan ekan. Qo'yib chiqamiz ekan bitta bo'lmasa. Mana shu holatni ko'rib turibsiz. Mana ishlayveradi. Lekin mana bu o'yinni nima qilish kerak endi? Ulab qo'yish kerak edi. Nechta xatolik berdi? 4 ta xatolik berdi. Bu rasmiy ekan. To'rtta bo'lishi kerak. Qarab turamiz, o'chib qolmasin. Javob bermayapsiz. Qarab turing. Yechmay qoladi to'xta. Bo'ldi shekilli. Qolgan fayllar qaysini topolmayapti. Haligi nima bor shekilli index php'da 237-qatorida Ya. 137-qatorida Olha. 624-qatorda bu ham shunaqada 624. Endi buni nomini yozsam 620 to'ra. Keldik.
152 o'tib. Kubi. Mana. Yo'q, o'tdi. Birinchi hisoblanmaganda bu. Oddiy o'rtaga olib tashgan ekan odamlar. Mana bu boshi nimaga buni olib qolyapti? User tabloni olib tashlaydigan bo'lsa mana. Bo'ldi, mana bu user nimasi, foydalanuvchiniki. Ashna bo'ladi. Boshiga chiqib qoldi-ku. Yana buni nima qilamiz? To'g'rilab, chiroyli qilib, O'zlariga otlab. o'zlariga munosib keladilar. Mana shu user interfacegacha tayyorlab. Tushunarli. Buni o'tib ketish jarayonini keyin qilamiz haligi. Hozircha tayyorlab qo'yaylik. Har bir peji testovoy rejimi keyin nima qilib o'ramiz. Admin bitta saytda bo'ladi. Admin saytda bo'ladi. Bir yo'la mana shu yerda tushuntirib qo'yib bitta narsani. Email pochtaga xabar jo'natish. Mail degan funksiyamiz bor, mail degan. Bu yerga elektron pochtalar, masalan, web@gmail.com mana shu yerga bergu sarlavha nimadir? Masalan, ana shu va ma'lumot mana bu yerga. Lorem va hokazo. Mana shu orqali elektron pochtaga ma'lumot boradi. Jo'natadi elektron pochtalarga mana bu yerga. To'g'rirog'i menda xanta ishlamadi. Chunki nastroykalari bor ekan buni. Bularni olyapsiz-ku, sonyapsiz-da. Mana bu o'zgaruvchi bitta o'sha elektron pochtani o'zgaruvchisi hali title nima ma'nodaligi va matni tekstariyada. O'zi shuni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bir open serverda lekin muammo bermasa kerak, bir ishlab ko'raylik-da. Xanta ham ishlatib ko'ringlar, bir agar muammo bo'lsa yana bir keyingi darsga ko'ramiz. Elektron pochtaga xat yuborishmi? Masalan, sizlar gruppangizda, saytingizda bir nechta a'zolar bor. Login parol bilan kiryapti u. Login parolni o'ziga ko'rsatmasdan elektron pochtasiga tashlab yuborasiz. Xuddi mana shu holatda. Elektron pochtadan masalan hali qayta tiklaydi parolni esidan chiqarib qo'yadi. Elektron pochtaga tushadi parol. Xuddi mana shu yerlarda. Bitta nimada nima bo'ladi-da?